Biz suvni eshak aravalarda tashiymiz. Hattoki mollar ham icholmayapti bu suvni. Hozir mahallada shu sho'r suvga ham biz davlat pul yig'ib oladi, pul beramiz. U olib kelib bergan o'zimiz to'ktirgan suvga ham pul to'laymiz. Endi biz ko'pchilik ichish uchun foydalanmaydi. Faqat shu yuvish, mol hollarga berish uchun foydalanadi xolos. İçadigan suvni quduqqa sotib olamiz. 80 ming, 100 mingdan. U 3-4 oyda yeyinib qolyapti. Undan bolalar kasal bo'lib qolyapti. Ichishga noloyiq emas. Ichishga loyiq suv. Sho'r ham ichishga yaroqli, bas shu ham ummonda chiqmaydi. Yordam beringlar bizga sal. Buzuqo'rg'on mahallasi O'zbekiston tumani markazidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Aholisi 3700 nafar. 2014-yilda mahallaga o'rnatilgan quduqdan chiqayotgan suv ichishga yaroqsiz bo'lib qolgani, shu sababli fuqarolar 2 kilometr uzoqlikdan suv tashib ichishayotgani bo'yicha Mushtum jurnali tahririyatiga murojaat bilan chiqishdi. Ijodiy guruhimiz bilan manzilda bo'ldik. Yangicha innovatsiya. Boshqa mahallalarda bunaqa holatni ko'rmaganman. Buzuqo'rg'ondagilar mana bunday suvni quduqlarda saqlashadi. Biz suvni eshak aravalarda tashiymiz. Anaqa olib kelib ichish juda tanqis. Mana u vaqti suvimiz chiqsa bir chiqadi, bir uziladi, mana shunaqa. Yozi kunida qiynalib qolyapmiz suvga. Sho'r ham ichishga yaroqli, bas shu ham ummonda chiqmaydi. Ichadigan suvni quduqqa sotib olamiz. 80 ming, 100 mingdan. U 3-4 oyda yeyinib qolyapti. Undan bolalar kasal bo'lib qolyapti. Hozir toshishimiz sal kamaygani sababi o'zimiz uyga quduq qilib olib turib, katta mashinada olib kelib quyib olyapmiz. Shuni hisobiga jinday toshish kamaydi. Biz hozir mana shu Buzuqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bashnidamiz. Ichimlik suvi olib chiqarilgan ichimlik suvi hozir yaroqsiz holatda. Sho'rligi baland. Hozir buni ko'pchilik ichish uchun foydalanmaydi. Faqat shu yuvish, mol hollarga berish uchun foydalanadi xolos. Boshida bu suv chiqqanda shirin bo'lgan, ichimlikka yaroqli bo'lgan. Hozir endi bemazalashib ketganda. hozir mahallada shu sho'r suvga ham biz davlat pul yig'ib oladi, pul beramiz. U olib kelib bergan o'zimiz to'ktirgan suvga ham pul to'laymiz. Endi bizga ikkijanadan unaqa bo'lyapti. Nimagaki, bunga ham pul to'laymiz, unga ham pul to'laymiz. Endi 5 kuba suv sotib olamiz, 100 mingga bir oyga yetadi. Buzuqo'rg'on mahallasi Yangiobod ko'chasida joylashgan ichimlik suv qudug'imiz 2014-yilda davlat dasturi asosida Buzuqo'rg'on mahallasiga qazib, o'tkazib aholiga topshirilgan. Bu quduqning chuqurligi 270 metrdan ichimlik suv chiqadi. 20 metrli suv minorasiga suvni tashlab aholiga tarqatadi. Oldindan uylariga quduq qilib ichishgan xabarimiz bor, lekin ichimlik bu suvda ham foydalanishadi, undan ham foydalanishadi o'zlari. Aholi vakillari aytishi bo'yicha ichishga yaroqsiz ekan. Bular o'sha ichishga yaroqchi suvga ham pul to'lashyapti ekan. Bunga nima deya olasiz? Endi ichishga yaroqsiz emas. Buni tekshirtirib, biz xulosasini olib, aniq xulosaga kelgandan keyin aytamiz, u ichishga noloyiq emas. Ichishga loyiq suv. Nimaga unda ichishmayapti aholi vakillari buni? Aholini orasida sho'r suv degan narsa yuribdi, lekin sho'r suv emas. Biz laboratoriya xulosasini olganmiz. Laboratoriya xulosasida yaxshi natija, qoniqarli natija bergan. Yana bir tekshirtiramiz. Qachon olingan? O'sha birinchi olinganda laboratoriya xulosasi. Olinganiga 6 oy bo'ldi. Bu quduqqa endi laboratoriya xulosasini olamiz. Laboratoriya xulosasi haqiqatan aholi aytgandek sho'r chiqsa, talabga javob bermasa, bu quduqni yopib tashlab turib, gidrogeologiya xulosasiga binoan boshqa joy topib, quduq kovlab, yangi dastur amalga oshirish kerak.
yupan byudjet yo boshqa davlat dasturlari asosida yangi quduq chiqarib aholiga suv berish kerak. O'zbekiston Respublikasi davlat standarti bor. Raqami davlat standarti 133/24-yilda chiqqan. Ichimlik suvi davlat standarti deyiladi. Shu davlat standartida suvni ko'rsatkichlari bor. Normadan necha bo'lishi kerak? 7 dan 10 gacha mumkin. 11 dan yog'i qattiq hisoblanadi. Hozir bu Buzuqo'rg'onda suvni namuna olib kelganda 14 chiqqan qattiqligi. Demak, bu ichishga hozir davlat standart talablariga javob bermaydi. Uni yo yangi kovlash kerak, yo o'sha suvni yumshatish uskunasini o'rnatib, keyin iste'mol qilish kerak. Minerallariga qarab turib qattiqligi chiqadi. Umumiy qattiqligi 14 uni. O'shani odamlar uni shu qattiqlikni sho'r deb aytishadi. Buni shu qattiqligida qachon bilinadi? Haligi cho'nakda choy qaynatishganda shovgimda o'sha cho'kmalar hosil bo'lib qoladi. Shu asosan agar tabiiy prosesdagi laboratoriyasi ko'radigan. Laboratoriyada analiz qiluvda o'sha minerallarni hisoblay chiqarganda normadan ochiq chiqyapti. Ular laboratoriya chiqarib beradi, biz uni o'sha davlat standartiga solishtirib turib, tagiga xulosa yozib qo'yamiz. Suvni qattiqligi davlat standarti 133/24 talablariga javob bermaydi deb. Mana bemaza, umuman ichishga yaroqsiz, juda ham nordon, sho'r. Yemagan somsaga pul to'lash degani mana shu bo'lsa kerak. Ya'ni buzuqo'rg'onliklar ichishga yaroqsiz bo'lgan suvni pulini ham to'laydi va ichish uchun yana sotib olishadi. Davlat standartlariga umuman javob bermaydigan suvdan turli kasalliklar ham vujudga kelishi mumkin. Ushbu murojaatga Farg'ona suv ta'minoti kattalaridan amaliy yechim va rasmiy munosabat kutib qolamiz. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozod Sharobiddinov tayyorladi.